Salom do'stlar, sizlar bilan men Sultonbek Qo'chqorov YouTube kanali. Bugungi video roligimizda haqiqiy Minecraft, ya'ni Minecraft Java versiyasini qanday qilib telefonda o'ynashni o'rgataman. Meni kuzatishda davom eting. Hali bundan ham zo'r videolar chiqadi. Xullas, hozir Minecraftdan o'lmaydi. Poja launcher yo'q. Play Marketda Poja launcher bo'lmaydi, chunki u o'chirilgan. Hozir bu Google'ga kirib ketdi. Google emas, bizga kerak narsa ana bu. Happy Mode. Happy Mode ichiga kiramiz. Unda bunaqa bo'ladi. Xullas bu yerga Poja launcher. Hadi biza boshlaylik. Poja nima ko'ra aytamiz. Launcher. Aytganday bu yerda aytib bo'lmaydi. Minecraft mana chiqib keldi. Sizlar ham aytishingiz ham mumkin, aytmasligingiz ham mumkin. Endi men aytaman, chunki yozishni yaxshi bilmayman. Bular ichiga kirib, Poja launcherni yuklab olamiz. 21, 47, 80, 100. Poja launcher o'rnatilmoqda dedi. Iltimos, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Siz Poja launcherni yuklay olmaysiz, javob bersa, bala. O'rnatishni baribir bosaman. Chunki o'rnatishmay lalera deydi. Ochish, ichiga kiramiz Poja launcherni. Xullas, bu ana unda yuklangani uchun, maydoti Happy Mode'da yuklangani uchun Poja launcher ana bunaqa ushlanadi. Ya'ni ikrada o'ynayotganda ochiladi. Sizlar bir ikkita narsalarni qilish kerak deb o'ylaysizlar, lekin men hech nima qilmasdan sizlar haqiqiy Minecraft o'ynab ketadi. Qani boshladik. Minecraft Poja launcherga kirmoqda. Ozgina qotishlar bo'lyapti Poja launcher bilan. Ana boshladik. Qani Aslında kim aytımsa kendi göz koysun bana. Sizlerge aytaman. YouTube'da bo'ladi-ku. Xullas, bunaqa account bor ekan, Mo'ylin account bilan Lowkun account bor ekan. Siz Lowkun account ochamiz. Server uchun narsa yozing. La yozib tashlaymiz shunaqa narsalar. O'zlaringizdan yozib tashlanglar. Mana o'zimdan yozib tashladim. Bu yerga ana bu va ana buni yoqib qo'yib kiramiz. Mana bunaqa narsaga kiradi. Doim bir reklama. Do'stlar, reklama jonga tegib ketyapti. Bu Minecraft'dagi tinchgina video ololmayman men. Har biringizga maslahat berib qolgan bo'lardim. Bu juda ishonchli va oson. Havolani video Xush. Reklama jonimga tegib ketdi. Minecraft'da Java versiyasini yuklashni o'rgandim-ku. Deyish kerak-da, reklama ketish uchun. Reklamani onasiga rahmat. Tezroq reklama bo'l.
Launcher'ni yuklanmaysiz deydimi bu? Axir yuklab bo'lganman-ku. Reklama har bitta o'yin. Mana unda joyga tek bitadi. Launcher'ni yuklagandan ichiga kirishgan deymi? Yuklash uchun 1 soniya vaqt. Yangilash kerak. Ichga Java versiya. Minecraft Java versiyasini shunday yuklasa bo'ladi, do'stlar. Haqiqiy Minecraft yuklamışsındır. Asta hocamsı. Minecraft. Hatta ki bu pocalanınca öyle çıkışlar oldu. Hani o işte bu videonun ikinci kısmı böyle oldu. Eğer şu videoga 5000 like bo'lsa, o'shani o'rgatamizlar. 5000 ta emas-ku. Tezda yig'ib yana bir bilan yozib tashladim o'zimni. Hop, berem. Ism yozishni vallahi endi login akkauntni ochishni boshladik. Minecraft. Mana bu yerga kiradi. Ular reklamani ishqiyarahi la. Ular versiya tanlashni boshladik. Bizga 3-versiyani tanlaymiz. Ular bizning yangi tanlaydigan versiyamiz 1.6.2. Ham shu versiya yaxshi. Minecraft ochilmoqda. Ozgina kutamiz va unda esa Minecraftga kirib ketadi. Videoni yoqib qo'yaylik. Haqiqiy kompyuterda o'ylasangiz, haqiqiy telefonda qildim mana. Ko'rishingiz mumkin. Kompyuterda unaqa tushirmaydi, switchasi, zaryadkasi turmaydi. Unaqa narsalar ham turmaydi. Haqiqiy telefon. Like bosib, podpiska bosinglar va shu videoga 5000 ta like qilardan keyin aytganimdek bitta maqladim deymi? Esimda. Xullas mana Minecraftga kirib olamiz. Bu yerda villalar bo'limi turibdi. Iltimos, reklama bu videoda chiqmaydi deb o'ylasam ham baribir chiqadi do'stlar. Obuna bo'lib, like bosib, podpiska bosib, kommentariy yozib qoldiring. Bu videoni ko'radi agar shu Minecraft Poker Minecraft Java versiyasini bilaman deb salarsam demaylar, iltimos. Meni jahlim chiqadi. Keyin video chiqara olmayman. Keyin blogerlikni ham tashlayman. Sizlarga qiziq videolar qaytib bo'lmaydi. Hazırlaştım. Nima deyotsangiz ham men baribir Minecraft'likni tashlamayman. Ya'ni YouTuberlikni tashlamayman. Nimaga bosilmaysan? Unga ko'ra qo'ldak qilgan yaxshi. Yani o'cham olaylikchi. Kreativ bor ekan. Survival bor ekan. Survival ham bo'laveradi. Kreativda. Bizni ham ko'rmaymiz. Haqiqiy telefon. Do'stlar. İçki kiramiz endi Minecraft'da. Men YouTuber 2017 yil emasman. Men 2015 yil va 11 yoshdaman.
Yaqinda tug'ilgan kunim bo'ldi, lekin sizlar like va podpiska bosmadingiz. Chunki tug'ilgan kunim haqida aytmagandim sizlarga. Chunki o'sha kuni video chiqar ekan, yo'qdim. Nimaga axir bu Minecraftga kirmaydi? Do'stlar, like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib unutmang. Mana haqiqiy Minecraft do'stlar. Sal menda qotyapti endi boltida bu isib ketgan telefon. Videoni o'chirdim. O'zing o'chirib bo'lmas. Hoppale, onday. Ana buni bossangiz inventarga kiradi. Mana meni tak. Ana endi haqiqatda o'ynasa bo'ladi. Daraxtni chopaylik. Hoppale. Ukajonim, obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmang. Chunki yozning oxirigacha biz 10,000 ta bo'lishimiz kerak do'stim. Like bosib qo'ying. Bosib. Yo'layamda qilsam bo'lmaydimi? Ne deganim yo'q. Ne? Bitta bu yoqqa bosib, bitta. Sen ustimdan kulyapsanmi? Xullas, doimgiday reklama, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan men Sultonbek Qo'chqorov YouTube kanali bo'ldim. Xayr, sog' salom.